Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Kamol Qohorov YouTube kanaliga xush kelibsizlar. To'g'risini aytaman, men o'zim ishonmayapman. Nahotki 2 oy deganda bizani YouTube kanalimizda yangi video chiqyapti. Uzoq vaqtlarni olib o'tirmayman. Videoni boshdan sizlarga aytadigan muhim gapim bor. Yaxshilab yeydigan narsalarni tayyorlab olinglar, yaxshilab joylashib olinglar. Chunki nafaqat bizani kanalda, butun O'zbekiston YouTube'ida bo'lmagan yangilik. Ya'ni sizlar hozir ko'rayotgan videolarda 3 xil challenge ko'rasiz. Orqamda ekskavator bekorga turgani yo'q. Birinchi challenge o'zi qanaqa bo'lishini hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Aka, bosing. Bosing buni, aka. Xo'sh, o'rtoqlar, o'zingizlar ko'rib turgandek bizani yamamiz tayyor bo'ldi. Menimcha qanaqa video, ya'ni birinchi challengeimiz qanaqaligini tushundinglar degan umiddaman. Mana shu challenge ishtirokchilari o'zimizning azimchik Rayhonmi va Jekovan. Let's go! Po. Kayfiyatlar qali? Yomon. Yomon. Bizni ko'mmoqchimiz bu yering. Naqmoqsan hozir bu yerda bizani. Xo'p, bularga aslida kelishayotganda challenge qanaqaligini aytmagandim, chunki 4 metrli yamadan 1,5 metrli rayhonni chiqishi menimcha imkoni yo'q. Rayhonni 2 ga ko'paytirsa ham menimcha imkoni bo'lmaydi. Bolalar, sharti bor. Mana shu 4 metrdan baland bo'lgan chuqurga tushasizlar. Rayhonni ham hammanglar tushasizlar. Kim mana shu chuqurdan eng tez chiqadigan bo'lsa, o'sha odam sovg'aga ega bo'ladi. Chalamiz birga ichamizmi? Yo'q, alohida. Men taymer birga chiqsak chiqolmaymiz. Tortaman-ku. Siz nima deb o'ylaysiz? Yutaman deb o'ylaysizmi? 100% yutaman. Shuncha odam hozir sizga muxlislik qilyapti. Shuncha odam sizga balet qilyapti. Yutqizaman deb o'ylaysizmi? Yo'q, yutamiz. Yutasizmi? Endi orani ochinglar. Men chisti raqobat sezmayman bu. Zo'r-da, raqobat sezmaydi hech qachon. Sizlarga 1 daqiqa vaqt beriladi. Agar 1 daqiqani o'zida nima chiqolmay qolsangiz, sizlarga imkoniyat, yordam beriladi. Lekin aytib qo'ying, 3 ta rostdan ham yordam beradigan narsalar bor. 3 ta bilmadim, unisini video davomida ko'rasizlar o'zingizlar. Men boshlab beraman shunaqa qilib. Kiyimdan bilib turibsizlar, demak birinchi bo'lib Jeko boshlab beradi. Har doim jertva bo'lganman. Shunaqa. O'zingizlar ko'rgandek birinchi ishtirokchi Jeko chuqurga tushgunicha biz keyingi challenge-ga o'tamiz. Xo'sh o'rtoqlar, demak bizda challenge-da ishtirok etadigan blogerlarni agar ko'rishga tayyor bo'lsanglar, o'zingizlarni YouTuber borlar Omonxon va Ahror Alixon. Bizani kanalimizda hali bo'lmagan yangilik bo'ladi. Hozir biz qayerda turibmiz, Ahror? O'zingizlar ko'rganinglardek biz hozir Toshkent aeroportidamiz va biz 3-challenge amalga oshirish uchun O'zbekistonning hududidan chiqib ketamiz. Biz qayerga yo'l olamiz, Omonxon? Xitoyga o'rtoqlar. Qanaqa challenge bo'ladi, nima bo'ladi? Xitoyga yetib olganimizdan keyin men sizlarga aytib beraman. Biz bo'lsa unda Xitoyga ketdik. YouTuberlar sostavi bilan Xitoyga yetib olgunimizgacha sizlar keyingi challenge-ni ko'rib turinglar. Xo'sh o'rtoqlar, menda hayajon kuchli. Bizda navbatdagi challenge. Hozir men bolalarga bitta narsa aytishim kerak. Operatorlar, syomkani boshlayveramiz. Sizlarni bugungi videoni ishtirokchilari bilan tanishtirish vaqti keldi. Bizda birinchi ishtirokchi bu Abuzer o'rtoqlar. Men negrman, qaspoq negrman. Ikkinchi ishtirokchi bu Dudosh. O'zimizni Pick Me Dudosh. Uchinchi ishtirokchi Shohruz CV janoblari. Sizlar hozir 4 ta xonadan iborat joydasizlar. Mana shu 4 ta xonadan 1 soat ichida chiqib ketishingiz kerak. Shu xonadanmi? Umumiy sizlar joylashgan joydan 1 soat ichida chiqib ketishingiz kerak. 1 soat ichida sizlar shu xonadan biri amallab chiqib ketadigan bo'lsanglar, sizlar uchun sovg'a bor. Nima sovg'a? Sraz ayting, o'sha motivator degan. Qimmatbaho sovg'a. Shunda siz bizani ko'rib turibsiz-da, to'g'rimi? Ha, ko'rib turibman. Hozir yonga qarab gapirasiz, Shohruz. Abuzer, Dudosh, Shohruz CV. Landi, o'yin boshlandi, 1 soat vaqtingiz ketdi. Короче, qaranglar, mana bunaqa narsa bor ekan. Menimcha kodni yozish kerak xattadir ochish uchun. Jinnimisan? Men kodli emasman beshi. Nima bekor qo'yib qo'ymagan-ku. Mana bu ochiladimi yo sindirish kerakmi? Chiq, och.
Men oshaymi? Men oshirib yuboringlar. Xo'sh, men aytishim mumkin bo'lgan yagona narsa sal noto'g'ri yo'nalishda ketyapsizlar. Bu ishingdan chiqish kerakmi? Yo'q. Quest xonadagi ishtirokchilar o'yinni boshlashdi. Birinchi xonadan chiqqunlaricha biz chuqurga qaytamiz. Oyi, sizni yaxshi ko'raman. Komol yomon. Sani nima qo'ysam yo ukam? O'rtoqlar, shuncha harakat uchun hozir ham kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, iltimos, давайте go. Jeko aka. Aka, qanchada chiqaman deb o'ylaysiz? Chiqaman deb o'ylaymanmi? Qancha kunda? Necha kunda chiqaman deb o'ylaysiz? Sen zo'rsan-ku, ha? 10 tomoning bilan turib qaltiryapsan. Men qaltirab chiqib ketaman, aka. Qaltirab chiqib ketaman. Men sekundan men uraman Jeko, tayyor bo'lsangiz. 3, 2, 1, vaqt ketdi Jeko. Davay, Jeko. Lekin unaqa variant sal xunukroq variant. Qani Jeko, 1 minut o'tsa yordam beraman, mayli. Boshqa joydan qilib ko'rarsiz Jeko balki. Ona. Boshqa chiqaman deb o'ylayapsizmi hozir Jeko? Jeko, уже 1 minut o'tdi, aka, xolasiz yordam bering. 100% yordam berasiz. Men Aka, xohlasangiz men formani beraman, ko'tarib yuboradi. Ya, real. O'zinglar ko'rdinglar, Jeko 1 minutda chiqolmadi, shuning uchun unga yordam berish vaqti keldi. Mana shu barabanning ichida 6 xil Jekoni chiqishiga yordam berish mumkin bo'lgan narsalar bor. Aytganimdek, Yordam ham berishadi menga. Qara. eng qizig'i Jekoga tanlashda azm hal qiladi. Azim eslab qol, men ham senga tanlab beraman. Aka, hayotingiz mani qo'limda. Hayotim yaratganning qo'lida. Yaxshi. Qani nima ekan? Xo'sh. Isqirt qo'llaringni ochdi qani? Nima ekan? Bilaman, ben Noski. Naski. Bildim o'zi. Va albatta va'da qilingan Jekoni chiqishiga yordam beradigan Naski o'rtoqlar. Let's go. Sizlarni aka sizga. Oyog'idan zax o'tgan. Kiysin. Yo, ishlatmaysizmi bu Naskini Jeko hozir? Nima qilaman buni? Bilmadim, yordam bersa kerak. Vaqtim ketyaptimi o'zi? 1, 2, 3 vaqtingiz ketdi Jeko, davay. Voy. Yo, alhazar bu. Menga chi. Davay Jeko. Forsash. Hop. Voy, davay. Oy. Shoshilmay, oyoqni yaxshilab qotirib oling. Qotil yo narsa chiqib ketdi o'zi. Hop, qani. Yo'q, men bitta qo'l ushlaydigan joyi yo'q-da. Tishing yasang o'zingiz aka. Juda qiyin emasligini men sizga isbotlayman, Jeko. Ha, yo'q, Ha. Seriozni. Look at me, bro. Look at me. Hop, menmi Ildiz. Hop, Ildiz, hop. Mana bu qum. Endichi. Hop, keyinchi. Jeko, как будто teshik qazimasangiz bo'lmaydi. Qaza olmayman-da, qo'l bilan. Bu tamom bo'ldi. Tepida hozir qiz turgandami? Qizni tushirib olardim. Yaxshi. Halol jon ekan. Agar Jeko 5 minutda ham chiqa olmasa, sizga ikkinchi yordam narsani beraman. Jeko har bir burchakka borib turli xil urinishlar qilib ko'rdi, lekin birontasi o'xshamadi. 5 minutdan oshib ketdi vaqtingiz, o'shaning uchun sizga ikkinchi yordam beradigan vaqt keldi. Men tanlab beraman. Nima sen tanlab berasan? Chiqing tanlang bo'lmasa. Ikkinchi poy naskilarni beramiz. Qani Rayhon ketdi. Bu Jeko sizning oxirgi yordamingiz. Chunki har bitta odamga ikkitadan yordam belgilangan. Tez yordami yo'qmi? Ochingchi uni. Ikkinchi marta ham omadingiz kelmasa bilmadim. Birga. Spirga, voy Jeko, bo'pti aka. Berlaring sipirib qo'yaman. Eng qizig'i, 3 ta yaxshi, 3 ta omadsiz narsa bor edi. O'shandan ikkitasi Jekoga tushdi. Mani shertva bo'lman bularga. Jeko, men aka o'sha. Aka, lekin spirgini bor-ku, tiqib madir qilsangiz bo'ladi. Jeko geniально. Просто zo'r. Voy. Vo. O, yaxshi harakatlar. Zo'r Jeko. Yana nima tursiz? Vo. Qani Jeko yaxshi. Jeko. Yo, qayerda men bu Jeko sizga oxirgi yordam bera olaman. Shu telefon balkim yordam berar. Qo'limda yep-yangi telefon Jeko mana. Shundan foydalanib ko'ring aka. Voy, sinmadimi? Nahotki, vau! Bitta tarafiga zina qo'ying, bitta tarafiga telefonni yaxshilab uring, tiqing Jeko. sinib ketsin. Juda ham ajoyib mobil qurilma. Sinmaydi Jeko, ne sinadi? Ya, unaqa ish qila olmayman. Qila olmaysizmi aka? Ya. Cho'risam? Aka, chiqib ketsa sinmaydi va qo'rqyapman. Mana, mayli.
Mashni sinab ko'ringmi shuni? Davay. Ha? Voy voy voy. Yana bitta shu joyga, yana bitta. Osizda-yu. Men afsuslanmayman. Mayli, prizni o'ziga ishlatsan. O'zinglar ko'rdinglar o'rtoqlar, Jeko Vaynis yutqizdi. Endi bizda keyingi ishtirokchi bu Rayhonmi. Jekoni olib chiqinglar, chiqing Jeko. Kel yashaylik biz birga, bizning ertagimizda. Jekoni chuqurdan olib chiqib, keyingi ishtirokchini olib tushgungacha biz Xitoyga yetib oldik. Xo'sh o'rtoqlar, hammalarga aytadigan gapim Xitoyga xush kelibsizlar. Hozir biz Xitoyning Shenzhen shahridagi Happy Valley degan o'zgacha parkdamiz. Ahrorjon Alixonov va Omonxon. Bu rubrikamizning nomi blogerlarga shart va biz Xitoyga bekorga bunaqa eng qo'rqinchli, eng doda attraksionlari bor parkka kelganimiz yo'q. Demak, sizlarga shart, sizlar ikkalanglar mana shu parkdagi eng qo'rqinchli attraksionni uchishinglar kerak bo'ladi. Sizchi? Men uchmayman. Shart Saqoling, sizlarga. niyati, aka. Libo uchasiz, libo men ham tushmayman. Yo, to'xta, orgacha eshitib ol. Mana shu eng qo'rqinchli attraksionda o'zini emotsiyasini ko'rsatib olgan odam yutqizadi. Bo'ldi, yutqizdim. Astag'firullah. Men o'yladimki, uchishsa bo'ldi deb. Yo'q. Shart shundaki, sizlar eng qo'rqinchli attraksionni uchasizlar va emotsiyani ko'rsatib qo'ygan odam yutqizadi. Yutgan odamga bizda qimmatbaho sovg'a bor. Qanaqa? Aytolmayman unisini. Oy. Qimmatbaho sovg'a bor. Yutgan odam qimmatbaho sovg'aga erishyapti. Yutqizgan odam bo'lsa, biz Xitoydamiz. Xitoyning eng achchiq ovqatini yeyish kerak bo'ladi. Kamyongir. Bo'lmasa Ahrorga Amerikalar. Naqa o'vering bo'lmay. Men izначально уже без эмоций keldim debdi. Sezgan bo'lsangiz. Bitta gap aytaman. Realni bolalar uchish kerak bo'lgan attraksion nerealni qo'rqinchli. Realni aytaman, chunki men o'zim qo'rqaman. Yo, bo'p, qarang. O'zingiz ham uchasizmi? Farqi yo'q. Uchaman. Bo'ldi, uchsangiz go. Ha, bo'ldi. Men ham uchaman. Biz attraksionning oldiga ketdik. Let it go! Birinchi marta videoyimiz ham O'zbekistonda ham Xitoyda olanyapti va o'zingizlar ko'rasizlar. Bitta videoning o'zida 3 xil challenge. Bunaqa yengillik uchun albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Va shunaqa yengillik sizlarga yoqayotganmi? Fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Do'stlar, короче, menda bitta life hack bor. Uni Omonxonga aytmayman. No, maksimal darajada harakat qilaman. Qaysi boy men aytganimmi? Qaysi? No, hozir emotsiyalarim mamunda sasiradi. Ahror agar baqirib yuborsa, taniq kelisham, чтобы sizda motivatsiya bo'lishi uchun. Men boshida bu videoga shart o'ylayotganda o'zim uchishim haqida o'ylamagandim. O'sha uchun ataylab qo'rqinchli attraksionlar bor parkka keldik. Mayli endi Ahrorga mujik gap dedim, o'zim ham uchaman. Omonxon, siz qo'rqmayapsiz? Realni qo'rqmayapsiz. Umuman, qayerdan buncha duh? Yo'q, qarang. Reaksiya ko'rsatish bu qanaqa bo'ladi? Voy, deb baqirishim mumkin emas. Sizlarga mumkin emas, menga mumkin. Aniq kelsa bo'ladi-ku. Ha, bo'ladi. Bunaqa kelsangiz bo'ladi. Ha. Antigilar mana bularga baqirishyapti-da. deb baqirishaman. Yo'q, unaqa baqirishlar mumkin emas. Ko'rib turganingizdek bolalar bilan attraksionga yo'l oldik. Eng qizig'i, kvest xonadagilarning ahvoli qanaqa ekan? Qaranglar, kod topinglar, men Qatdan topamiz xo'p, qatdan. mana shu ochiladi. Ayo. Dudoshga gap yo'q, to'g'ri ketyapti. Tokuri bang qaltirab qoch. Mam X nima edi? Rim raqamlarini o'rganganmisan? Rim raqamlari emas. 10. 1, 2, 3 ta 10. Bangga qo'n. Yo, ochiladi shu. Sizlarga yordam kerakmi yoki yo'qmi? Bering. Bermasin, nima qiladi? Bering yordam Kamolbey. U hisoblash shart emas u narsalarni menimcha. U yerda yozilgan 5 deyotgan narsalar balkim u boshqa narsadir. 5 ko'ting tez. Nima bo'lishi mumkin u? Men uni bosib ko'raylik. Yo'q, qayerdadir anaqa ketdi, Yunusobodda svet ketdi hozir. Dudosh menimcha tushundi. 2, 3, X. Nima ochildi? Mana bu yerda xona ochildi. Mana nimadir bo'ldi. O'rtoqlar, nimadir ochildi, ko'rmayapsizlarmi? Bari ochildi.
Bo'ldi, ochildi mana bu qo'y. Ishtirokchilar, tabriklayman. Birinchi etapdan o'tdinglar. Hali dinni ochsa ichida tiklanish keladimi? Ko'ring. Rumita! Haydi ber. Nani naskin. Chokomita, yorimo ana. Bizning ishtirokchilarimiz va nihoyat birinchi xonadan chiqishdi. Проходный двор закрыт. Men sig'mas ekanman u. Nima xolodilnikdan? Bunchalar Qilib qolma bu. aldaganmiz. O pokermi? Mana bu portlab ketmaydimi? Abuser Shohruz CV va Dudosh, sizlar navbatdagi xonaga xush kelganinglar bilan tabriklayman. Men bitta tashlab ko'ray mana shuni. Kinolarda ko'rdim. Mana shu telefon sinmaydi deb eshitgan bitta. Ota olib ko'rsam bo'ladimi? Sinmaydi, 100% sinmaydi. Qoch men telefon testdan Rosa. o'tkazib. Mana Yo'qot buni. Sizlarga savol bersam bo'ladimi ishtirokchilar? Davay. O'yin kulgu zo'r qilyapsizlar. Va vaqt o'tib ketyapti. Vaqt bu pul bu. biz ulguramiz. 1 soat ulgurab. Hop, bu yoqda nima qilish kerak? Shunchaki shu xonadan chiqish kerak bo'ldi. Qaranglar. Men knopkani bittada bosaylik. Boschi nima bo'larki? Mana bu ochilsa-chi pul solamiz, chiqib ketamiz. Yo'q, hammasini bittada bosaylik. Hammasi 1 2 3. Ua! Geni! Dudosh gap yo'q. Geni! Nima karta? Men bolalar tashkil qiladi deb o'yladim, lekin qiz bola hozir hal qilyapti. Mana bular orqasida men Shekspirdan ko'p ko'rganman. Demak, shularning orqasida nimadir bekitilgan bo'ladi. Yo'qotma buni ikkini. Endi kartalarni qo'y. Yo'q, kartada gap yo'q, pakashto menimcha bu. Hop, bu yoqda bitta patskasiga bering. Endi zo'r narsa aytaman o'rtoqlar. Eng qiyin etap. Sizlar parol topishinglar kerak. Qanaqa qilib? Unisini aytolmayman. Hozir masalan karta o'ynab kimdir yutish kerakdir moshni. Qani qatlagadir nimadir yozilgan bo'lishi mumkinmi? Menimcha bilasizlarmi? Bu yoqda bo'yi pastroq inson bo'lganda yordam berardi. Nima bo'lganda? Kim yordam berardi-da? Bo'yim pastroq bo'lgan. Shohruz qanaqasiga ko'rmayapti, yonida turibdi-yu. Dudoshdan ham pastdan keyin men mamdan topib turaman. Shohruz? Ko'rmadim demak. Nimani ko'rmadim? Mana tortma bor, tortma. Sotdan ko'rdim. Bilaman sizlarga tortmadan nima topishgani qiziq, uni ozginadan keyin bilib olasizlar. Endi bo'lsa chuqurga tushish Rayhon meni gali. Nechchi qolmadingiz? Oson-ku, Jeko. Qara, men syomkadan keyin o'zing tushib ko'rasan. Men tushmayman, aka. Nimaga? Misol, Omonxon YouTube kanaliga chaqirsa tushishim mumkin, bo'lsam tushmayman, aka. Chaqirmaysan, ukam. Bilaman. O'rtoqlar, iltimos kommentariyga yozib qoldiringlar. Omonxon Komol akani videoga chaqiring. Omonxon deb yozib qoldiringlar. Keyingi safar men Omonxon videosi shunaqa chuqurda, shunaqa tez chiqaman. Davay Rayhonmi, ehtiyot bo'ling-ey. Joylashmaganda qaranglar. Buncha chiqor. Xuddi katta joyga kichkina narsa qo'yib qo'ygandek. Bash kichkinalar ketdi-yu. Qanisa Rayhon? Tayyor bo'lsangiz, mana shu chuqurdan chiqishingiz uchun 3-2 1 vaqt ketdi. Davay. Chuqur judayam chuqur. Oyog'imni qo'yishga joy qilyapman. Xo'p, mana oyoq qo'yishga joy topdingiz. Ana. Davay, urinib ko'rish kerak. Negativlarni sochini tortayapman. O'zi 45 sekund bo'ldi. Rayhon. Ye. Chiqolmayapman. Nima chiqolmaysan? Jinnimisan sen? Yugurib chiqib bo'lmaydi. Rayhonmi, rovna 1 daqiqa vaqt bo'ldi. Aylantirdingiz. Rayhon nima tanlab bering? Malatok. Nima? Malatok topdim. Balatok. Qani? O'zim o'qib beraman. Tisha! Nima u? Sizga tisha tushdi. Malatokmi? Ha! Beringlar tezmi? Eng zo'r narsa chiqish uchun bu Rayhonmiga tushdi. Tesha voy, kommentariyada yozib qoldir. Rayhon meni yaxshi ko'raman. Mana bo'lmasam o'rtoqlar. Rayhonmi mana. Yo shu yordam beradi deb o'ylaysizmi? Bilmayman, no harakat qilib ko'rmoqchiman. Ja chuqur qorma, oyog'ing kirmaydi ekan, chiqmaydi. Qolmayapman. Harakat qilib ko'ring. Naski beraymi? Uf, qolmayapman. Ikkinchi yordam beraylikmi? Ha? Qani oching, Jeko. Nima tanlab bering? Rayhon oxirgi yordamingiz. Tesha deding, tesha tanlab bering. Nima tanlab bering? Kattaroq narsa.
Okey. Voy. Давай. Voy! O, nima tushganini bilasanmi? Nima? Paxtachala. O? Rayhon mana 3 ta. Bering. Sinib ketadi, sizni ko'tarmaydi u. Ko'taradi. Boshqa qanaqa qilib foydalanish mumkin? Uchalasini bitta qilasan, o'sha teshiga tiqqin. Rayhon, menimcha siz ham yutolmadingiz bo'ldi-ya, menimcha. Yo, chiqaman. Voy! Chiqolmayapman. Agar bo'ying sal uzunroq bo'lganda boru. Chuqurga qizim. Rayhon. Qara deymiz uchun. Biz bilamiz. Rayhon, bizga qarang. Ha? Ha, o'l, bitta chuqurdan chiqa olmaydi. Hamma ko'rsa ham sikulmang. Harakat qilib ko'ring. Davay. 3. Vo. Yetmayapti qo'lim. Yana bitta oyoq qo'y, yana bitta qo'y oyoq. Bo'p. O'zi chiqolmayman deb o'ylagandim, lekin harakat qilib ko'rdim. To'g'ri o'ylabsan. Harakat qilib ko'rganim o'zi ham katta gap. Hozir o'zida sizlarga bitta iltimos bor. Kommentariyaga sizlar bilgan, sizlar ko'rgan, mana shu chuqurdan chiqa oladi deb o'ylaydigan blogerlarni yozib qoldiringlar. Qanaqa bloger bo'lmasin, mana shu challenge-ni keyingi qismlariga aynan o'sha blogerlarni chaqiramiz. Qizlarni ham yozib qoldiringlar, sizlarga можно. Yozinglar. Hozir chiqqanlarni so'raymiz. It's nice, bro. No? It's good. Sida. Soching qo'l bo'yatibdi, bratishka, qaranglar. Soch qo'l. Timbrosimda. Kamera say hi, bro. Hi. Timbrosimda. Tiga. Hello. Hello. Cho, shotdan kiramizmi bolalar? Xullas, hayajon bor. Ahror, qayoqqa? Menda ham bor hayajon. Yo. Cho, qo'rquv bormi? Ha. Lichna menda qo'rquv bor. Agar hushimdan ketyapman desam, men seni ushlab olaman. Men so'z bilan tushuntirib bera olmayman. Ammo hech bo'lani ko'rmadim. Men faqat kameraga qarab turdim, shuni ko'rganim yo'q. Deb emotsiya ko'rsatmadingiz, real. Yo'q, men bilan qarab turdim. Ahror to'g'risini ayt. Emotsiya ko'rsatdingmi yo'qmi? Baqir chaqir. Yo'q, ko'rsatmadim. Real emotsiya ko'rsatmading. Chivordim. Yo'q bo'ldi-yu. Men bilan qaraldi-yu. O'sha yerda emotsiya ko'rsatdi. Men to'g'risini aytayman. Birinchi orqaga yurishni boshladi-yu, men bo'ldi dedim o'sha. Men aniq chiqaman, o'yindan chiqib ketdim dedim. Sizlar ko'rmadinglar, axir qo'rqib ketdim, qo'llari bor, mana shundoq qaltirayapti-da. Shunga qaramay qo'limni qaltirdim. Biza kadrlarni ko'rib chiqamiz. Kim imенно emotsiya ko'rsatdi-yu? Men ko'rsatmadim. Chivordim, brat. Men to'g'risi, bizroq menda kamera. Ani yuragim ozgina og'ridi. Seriozmi? Короче, nima qilamiz? Hozir biz kadrlarni ko'rib chiqamiz. Kim emotsiya ko'rsatdi, kim yo'q, shuni aniqlaymiz. Let's go. Favtor kadrlarni ko'rdik. Umuman kutilmagan narsa sodir bo'ldi. Bizda yutgan odamga priz, yutqizgan odamga bo'lsa shart bor edi va shartni bugungi videoda Ahror bajarmaydi. Sovg'ani Omonxon yutib oldi. Shartni bo'lsa men bajaraman. Emotsiya ko'rsatgan yagona odam. Na Omonxon emotsiya ko'rsatgan, na Ahror men bo'lsa tug'ayotgan ayol deb baqirganman. Bu narsa qonunda yozilmagandi. Siz ham qatnashyaptidingizmi o'zi? Yo'q, ikkalang ham baqirmagansizlar. Значит, men yutqizdim, men baqirdim.
tipa mana Ahror bilan Omonxonni solishtirganda Ahror ozgina bo'lsa ham emotsiya ko'rsatgan. Ya'ni boshini pastga egib, Agar Chelsni Omonxon bilan men bo'lganimizda men yutqizdim, real. Ha. Men tan olaman. Ya'ni sovg'ani Omonxonga berishimizga rozisan. Eng qizig'i sovg'a bitta semishga, shuncha urishyapti bizlar. Shuncha payt davomida sovg'a meni qo'limda edi. Shartni bajarishdan oldin sovg'ani bolalarga sirazi topshirib qo'yuraman. Agar Omonxon tayyor bo'lsa, yangi Honor X9. Все. Lekin men ham emotsiya ko'rsatmadim. Asujlar. Ha, ola bitta do'stlar g'alaba qozondi. Do'stona g'alaba. Omonxonni tabriklayman. G'alaba uchun shunchalik Xitoyga kelganinglarning o'ziga rahmat. Bolalar, eng qizig'i, hozir men shartni bajarishim kerak. Xitoydagi eng achchiq Voy voy. Damyonga reysda. omka. O'rtoqlar, video ushi bu yoqqa eng qiziq joyi qoldi. Albatta oxirigacha ko'ringlar. Mana tortma bor, tortma. Sotdan. Nahotki Yong'oq nimaga? hamma narsa sizlarga tursam qiziq bo'lmaydi shekin. To'xtanglar. Yong'oq qo'ysang ochilamidi? Yo'q, 5 ta yong'oq, 5. Shesh 5. Yong'oq nima qilishi mumkin? Yong'oq. Onir bilan urib yong'oq choqsa ichida nimadir bor. To'ppa to'g'ri. Mana. Yo, mana bering. Oviget! Abuser gap yo. Hisoblang, fishkalarni hisobla. Abuser? Ha, Telefon sindimi? yo'q. Axir bu Honor X9D telefoni. O'zinglar ko'rdinglar o'rtoqlar, Honor X9D sen kabi kuchli. Biz bo'lsa davom etamiz. To'xtang. Ronaldo. O'yinga qaytamiz. Nima yozilgan ekan bu yoqda o'rtoqlar? Men bilan qo'y sevgi muhabbat fishkalarni hisoblang. Hisobla men bilan. 10 ta. Bunda hisoblanmaydi-yu, menimcha. Har bittasini hisoblash kerakmi? Bilmadim endi, nima deb o'ylaysiz? 4, 5, 6, 7, 8 ta 5. Matematikada kim yaxshi? Men vashi uzr, so'kin yordim. Vashi musurman matematikada. Uje 20 minut vaqtingiz o'tib ketdi, 20 minut. Birinchi xonadan o'ta olmadik hali. Nimasini hisoblash kerak? Buni hammasini bir-bir. Yo'q, qarang, bitta savol bor. Hozir men bilan hisoblayman deb turib oldi-yu, mo'sh o'sha joydagi ustida turgan raqamlar hisoblanishi kerakmidi? Yo'q, to'g'ri ketyapsizlar. Shunchaki hisoblash kerak. Men bilan o'zini hisoblash kerak, все. 1, 2. Mana ko'ryapsan, men bitta bor kalkulyator. Zo'r narsa aytaman. Hozir ular jamoaviy o'ynashyapti. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun. Lekin oxirigacha shunaqa bo'larmikin? Buni videoni oxirigacha ko'rsanglar bo'la olasizlar o'rtoqlar. Hurmatli ishtirokchilar, sizlar qachongacha hisoblamoqchisizlar? Bilmam, ertadan hisoblasa kerak. Menimcha bori, hozir mana 19 ta chiqyapti-yu, 19 ga plus 20 deb hisoblash kerak edi-a. Nega menga savol beryapsiz? Ha? Nega menga savol beryapsiz? Aytdim. Mana buni hisobladik-a. O, ochildi. Gap yo'q, tabriklayman. Gap yo'q. Nima qani? Ha, birinchi qir. Ha, qo'rqadi. Yana narsalar bor ekan, bolalar. Bo'ldi, nima qilish kerak edi bitta paskaska? Paskaskaga o'rganib qolibsizlar-ku. Paskaska beraymi? Paskaska. Nima deb o'ylaysiz? Shohruz nima qilish kerak bu xonada? Bu xonada operatorlar chiqib tursa, o'zimiz kelisha olamiz dosh bilan. Mana bu eshikni ochmadik-ku, mana bu eshikni ochish uchun mana bulardan foydalanishimiz kerak. To'g'rimi? U eshikni ochish uchun mana bu asbob ishlash kerak. Mana bu asbob ishlash uchun qayerdadir ulashimiz kerak. Mana bu yerda 20 bor bolalar, bular qotirilgan, o'zgarmayapti, 20. Mana bular nimaga kerak bizga? Sanash kerakmi bularni? Ne, orasida nimadir yo'qmi? Podskaska bilan qara. Mana buni ishlatishimiz kerak. Ey. Hurmatli ishtirokchilar, sizlarni atiga yarim soat vaqtingiz qoldi. Hisoblaylar, mana shuni hisoblaylar, mana bu yerda Shohruz CV, Ha. siz keyingi ishingni ochishga shoshilmayapsizmi? Men har doim eshikni ochganman-da o'shaning uchun. Unda shu yoningizda ham 3 ta joy bor ochadigan. 3 ta emas, 4 ta ekan. Lekin bitta atyorga bersanglar, hamma yo'lni ochib tashlardim o'zim. Meniki yaxshiroq tiqiladi. Ili senga yaxshiroq. To'xtab tur. Qo'lim kichkina. Ha, davay, sen. Точка G. Mana kulib o'rasan hozir. Ochildi. Abuser yana jamoani qutqarmoqda o'rtoqlar.
Men pullar kerak bo'ladi ekan, pullarni Olish kerak, yosh pullarni ol. Ha bo'ldi, so easy. Hurmatli ishtirokchilar, bitta zo'r gap aytaymi? Sizlar hozir eng qiyin xonadasizlar va atiga 20 daqiqa vaqtinglar qoldi. Nima deb o'ylaysiz? Azim chiqa oladimi chuqurdan? Yo'q. Chiqa olmaydimi? Hayotda chuqurlardan chiqib kelolma. Hozir biz amalda ko'ramiz. Omad jigarim. Rahmat. Chiqing, sovg'a sizniki bo'lishi kerak. Yaratganning o'zi bizga madadkor, kim ham bizga teng kela oladi. Raqobat sezmayman men. Siz hozir kiyimingizda tushmoqchimisiz? Ha, Real formasi. Realga dog' tushirmoqchimisiz? Kirib bo'lsa bo'ladi, yutqizmaydi. Gap yo'q. Plus aura просто. Haqiqiy qahramon tushmoqda aziz do'stlar. Ya bismillah. Ha, chiqing qani ko'ramiz. Azim tayyorsiz, a? Albatta. Tayyorsiz jismonan. Ha. 1 minutga taymer qo'yaman. Agar shu 1 minutda ichida chiqsangiz men qoyil qolaman. Iloji yo'q narsa, agar chiqa olmasangiz sizga yordam beraman. Хорошо. 1, 2, 3 vaqt ketdi. Davay, Azim, men bilan jurtirishini qara. Ko'ra olmaydi bular Azim. Bo'ldimi? Qani? Chiqdimi Azim? Voy. Zo'r chiqdi. Qani, voy Azim. Chiqolmayaptimi Azim? Nima Hala Madrid Azim? 30 sekund vaqt qoldi Azimda, 30 sekund keyin yordam beraman. Ya, menimcha bu chuqurdan hech kim chiqa olmaydi. Men shunaqa deb o'ylayman, chunki Azim chiqa olmadimi, bilmadim yana. Men ko'zim yaxshi ko'rinadi. Raqobat ko'rmayapti Xo'p, deb. Azim 1 minut tugadi. Azim. Men tanlayman. Rayhon tanlaydi. Tufta narsa tushsin. Tufta narsa chiqsin. 4 ta qalam. Ketdi Azim. Davay Azim. Senga qalam tushgani alam qilsin. Vaqt ketdi. 5 minutda yana chiqa olmasangiz, yana oxirgi yordam beraman. 5 minut vaqt ketdi. Voy. Voy! Chiqa olmaysiz baribir. Ya agar xohlasangiz taslim bo'ling Azim. Yo'q. Raqobat ko'rmayapman. Yo'q, qilmayman. Raqobat ko'rmayapman. Voy! Omonxon, mana shu videolarning mutaxassisi nima deb o'ylaysiz? Azim chiqa oladimi yo'qmi? Да, вообще eng oson pozitsiya. Azim chiqsa bo'ladi. Ha, ikki. O'z pashi chiqdilar, просто ushlab qolmadilar. Hop. Voy! Azimning kallasi ishladi. O'rtoqlar. Menimcha endi Azim aniq chiqdi. Azimjon Mo'minov. Azim chikoys. Yo'q, qimlash qilib yugurish qarang buni. Azim shu darajada kirishib ketdiki, hattoki kameraga gapirgisi ham kelmayapti. O'rtoqlar, sizlar uchun o'ynayapman, siz uchun yutaman xudo xolasa. Men bu o'yinning qoidasi sizga oxirgi yordam berishga majburman, chunki 5 minut vaqtingiz o'tdi. Men tanlab beray, ukam. E'tiboringizni chorlaysiz. Oxirgi yordam oching. Nima deb o'ylaysan, momo? Yaxshi narsa bo'lsa kerak. Sizga yordam beradigan narsa bu albatta obuna. Mana Azim. Mana ko'ryaptimi? Rahmat. Kamoliddin Qahhor video kanaliga rahmat. Mana shu yozuvdan keyin ham kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz bilmadim yana. Hozir mana shu videoni ko'rayotgan odamlarning orasida 90% dan ko'proq odam bizani kanalga obuna bo'lmagan. Короче, maqsad aka 1 million 400. 1 million 400. Yil oxirigacha. Mana Rayhonga bitta shot qo'yamiz, obuna bo'lasiz mana. Obuna bo'linglar. Baribir chiqa olmaysiz, menga ishoning. Muhim daqiqalar, uzoq kutilgan daqiqalar. Azim o'ziga chiqadigan hamma narsa yasadingiz Azim. Mana shu urinib ko'rsangiz bo'ldi. Oxirgi Shans. chiqsa yutsa yutdi bo'lsam yo'q. Baribir chiqa olmaysiz, menga ishoning. Senga qalam tushgani alam qilsin. Chiqa olmaysiz baribir. Davay. Voy! Xo'sh, o'rtoqlar, mana hozir bizning o'rtamizda Xitoy milliy oshxonasi. Kitayskiy ovqatlarga qanaqa qaraysiz? Qarayman. Chunki umuman ovqat bo'yicha Ya, Ahror yaxshi ko'radi, bilaman men. Ahror sevadi. Buni sevganda sevaman. Oy. Men juda yomon ko'raman, lekin yutqizib qo'ydim va shartni bajarish kerak. Hech o'ylamagandim blogerlarga shart videosida o'zim shart bajaraman deb.
Ketdi ichkariga, ketdi vallahi. Xo'p, meni o'zi ovqat yekim kelmayapti. Real aytaman, bu ovqatlarni ko'rib bilmadim. Nima yesa bo'ladi? Eng achchiq narsani so'raymiz bo'l. Jigarlarni qaranglar. Yo, etsa ham bo'lardi, axir yo mayli Komol aka, tipa oddiyroq narsa yeyavering deb. Aytuvchi tayyorlashyapti bizning ovqatimizni. Achchiq emas, brat. Qanaqa achchiq emas, jinnimisan, mana turishini qarab buni. One more. Yana bitta. Mana. Va o'rtoqlar yoqimli ishtahada bitta, ha? Такой лёгкий ana. Komol akam. Damiyonga bo'ladi endi bu yoqqa, brat. Aralashtirish kerak buni, mamnundan aytishim endi. Yo, nima bu? Men bilan nima men bilan? Voy, brat, zo'r narsa bu. O'rtoqlar videoga like. Suvdan iching. Ya suvni shuni ko'tarib oling. Vale, bismillah akajonimda. Hech cho'chqali ekan. Oy. Achchiq. Ya, bo'lishi mumkin. Achchiq. Da, achchiq. Mana qilib beraman suvini, brat, mana. Oy, do'stlar. Achchiq, real achchiq. Qani bitta qoplayinchi, omonxon. Yo, agarda like bosib ichaman. Давай, o'rtoqlar hozir like bosib qo'yinglar va men ichaman. Резкий hamma dislike asujda. Ol, ko'z yoshim oqyapti mana. Voy, bila. Ey, vahima qilmanglar, cho'lik keyin vahima qiling, to'shin. Bismillahirrohmanirrohim. Mayli, o'rtoqlar like bosinglar bo'ldi. Achchig'imi? Zo'r narsani hozir men sizlarga bitta eksperiment qilaman. Olib bera olinglar. Achchiqligini ko'rdinglar, issiqligini ko'rdingiz omonxon o'zingiz. Yangi Honor X9D ochamiz buni. Yengisi. Tiqasizmi ichiga? Ichiga tiqamiz. Voy. Qaynoq, brat, qaynoq. Ne, brat? Ishlayotgan telefon, mana yangi, mana kameralari ham hamma narsa sop-soq telefon, yangi. Hozirchami? Ishlayotgan telefon. Ketdi-da. Kerakmidi shu? Voy. Qarang, parlani ketdi. 100% buzildi. 100% buzildi. Parlani ketdi o'sha. Seriozdan. Men qarang, parlani ketdi. Olamizmi? Ya, как будто bor, kamlik qilyapti. Yo, brat. Ani dinamiklariga ham to'kib yubordingiz. Brat, kolonkasi, kamerasi kuydi-da. Hop, bosib ko'ramiz, ishlayaptimi yo'qmi? Men o'ylashim bo'yicha yo'q. 1 2 3. Yondimi? Yondimi? Seriozda yondimi? Men ko'ring. Ishlayapti. Ishlayaptimi? Mana kameralari. Jigarim, Honor X9D sen kabi kuchli. Xo'sh o'rtoqlar, bizani Xitoydagi challengelarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Omonxon ham, Ahror ham shartni bajarishdi va men hattoki jazoni ham bajardim. Endi bo'lsa biz Toshkentga o'tamiz. Let's go. O'zingiz topinglar, podskaga bermang bu safar. Bu yoqda tak podskaska yo'q sizlarga. Qaranglar, karta nimadir yo'qmi shu yerda? Mana buni ochishimiz kerak. Polaponlarim. Voy, kalit shunday qo'lida tegib turibdi. Kalit mana buni ichida yoki mana bilan ichida. Dudosh topadi. Aha, topdim galtni. Yo, o'zim ochaman. Yana pul. Orqadan unaqa zarba berma. Yo, 5 minutlik ish, 9 oylik tashvish. Bilin, Shohruz. Ha, Shohruz. To'xtanglar-chi, men bu yerda narsa bor, dosh. 15 daqiqa vaqtinglar qoldi. To'xta. Ochildi. Nima ochding? Pulni tiqish kerak. Pulni tiqish kerak. Tiqinglar. Yaxshilab. Yana ikkitasi qani? Kim o'g'irladi? Pulni. Hurmatli ishtirokchilar, sizlarning 10 daqiqa vaqtinglar qoldi. Abuzer to'g'ri yo'nalishda. Nimadir bormi? Peshi. Qo'l sig'adigan emas-da bu. To'xtanglar, knopka bor qayerdadir. Knopkani topish kerak. Knopkani topsanglar ochiladi. Men bu yerdagisini bosib ko'rdim, ochilmadi. Bilmadim, abuzer qatdan kallasi ishlayapti. Hamma narsani topyapti, bilmayman qanaqasiga. To'g'ri, mashina pastida. Topdi, abuzer topdi. Abuzer gap yo'q. Nima qilding, abu? Abu nima qilding? Endi to'xtanglar. No tiqdik. Abuzer gap yo'q o'rtoqlar. Abu biz dadamiz. Kalit bor ikkita.
Eyo! 5. Tabriklayman. Avvalambor tabriklayman, o'tdinglar gapi yo'q. Birinchi marta biza questni video oldik va sizlar o'yinda g'alaba qozondinglar. Bir jamoa edinglar va 3 ta sovg'a bor. 3 kishiga. 3 ta sovg'adan bittasi zo'r. Shunaqa desa ham bo'ladi. 2 ta sovg'a yoqadi, lekin boshqacharoq. Eng qizig'i, men ham hozir qaysisida qaysiligini bilmayman. Shuning uchun randomdan tanlayman. Rosa, Dunosh tanla. Tak, Dudosh nimani hisoblab olasiz? Nimani hisoblab olasiz? Algoritm ishlatma. Короче, mashina oldim. To'xta. Siz mashina oldingiz. Okey, mana bu Dudoshga. Abu tanlang. Tanlang. Men yo'qman. Tanlang. Oxirida qolgan menga. Yo, tanlang. Yo. Siz shuni tanladingiz. Okey, mana shu tursin. Siz buni tanladingiz. Birinchi Dudosh ochadi. Bilasiz, Tez och. Ichim qizib ketadi. Voy, O'sha prям zo'r sovg'a. pustoy bo'ladi. Pustoy bo'ladi, aniq. Zo'r sovg'a. Okey, Dudosh siz sog'ingiz ko'rdik. Kim ochadi? Ikkalanglardan. Abu. Abu. Shohrizga nasib qilmadi o'rtoqlar. Lekin Shohrizda ham o'yinchoq bor, bu albatta Shohrizga mos. Voy, Dudoshning kukla varianti. Demak, o'rtoqlar, men o'ylaymanki, sovg'a o'zini haqiqiy egasini Da. chunki o'yinda abyuzer bilmadim. Bugun abyuzer menimcha kirili joyini yuvib chiqqandilar. Bratga mana yangi Honor X9 dek topshiramiz sovg'a bu abyuzerga. Jigarim, tabriklayman. Rostongida. Reально sizga. Молодец. Xo'sh o'rtoqlar, shunaqa gaplar. Bizni bo'lsa boshqa challenge-ga o'tamiz. Baribir chiqolmaysiz, menga ishoning. Senga qalam tushgani alam qilsin. Qolmaysiz baribir. Давай. Люби меня, люби. Жарким огнем. Сердце сжигает. To'rt bo'ldi, bola bo'pti, charchamayman. Ko'p, raqobat. Keling jigarim, tabriklayman. G'alaba работает, brat. Diplom. Ne o'sha? Jigarim, keling, quchoqlab qo'yiraman jang bo'lsangiz ham. Tabriklayman. Nima deysiz bu heyteringizga? Nima deysiz? Men heyt qilmayman. Indamaslikni o'zi bu g'alaba, meni chiqqanim o'zi yetadi. Ana bo'lmasam o'rtoqlar, bilishinglar uchun mana shu videoga biz juda katta mehnat qaratdik. Chunki bir videoni o'zida 3 xil challenge. Bilmadim endi bizani obunachilarimizga, ko'rayotgan odamlarga yoqdimi yo'qmi? Fikringlarni mana shu rubrika haqida o'zingizlarning fikringlarni yozib qoldiringlar. U yoqda biz bolalar bilan Xitoyga bordik, quest xonalar, bu yoqda shuncha odamning mehnati. Agar sizlarga mana shunaqa turdagi video yoqqan bo'lsa, blogerlarga shart rubrikasini 2-sonni ham xohlasanglar, fikringlarni kommentariyga yozib qoldiringlar va hozir biz Azimjonga o'z sovg'asini topshiramiz. Oldin aytaman, ichida nima chiqishidan qat'iy nazar 3 ga bo'laman. Rozimisizlar? Reально. Men biz rozi bo'lamiz, sen rozimisan? 3 ga bo'laman. Bitta narsani aytaman, bo'lib bo'lmaydi. Bo'lib olmaydimi? Ha. Sotib bo'lsa bo'ladimi? Bilmadim. Nimaga? Ko'rchi. Ey, orzu qilganingiz bo'lim. Azimjon Mo'minovga yangi Honor X9 degan telefon. Azim, gap yo'q, malladek. Mana. Ushga bo'laman degandan keyin Azim, malades, gap yo'q. Boy gaplar hammasini. Hozir bozorga ketamiz, Azim. Malikada chakrasdan. Mana olib tashlasak. Rayhon, voy, umuman harakat qilgani yo'q. Kim u? Bo'pti sizlarga. Xullas, Rayhon nima deysiz? Sotib ketishda sizni. Ha, kutmadim lekin. Yur. Ketdik. Ot komoli bo'lmaydigan bola. Hozir yaxshi. Ha. Shu bilan o'rtoqlar, bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Tez kunda keyingi videoda ko'rishguncha charchamanglar, sog' bo'linglar. Men ham shu qatga dur ketaman. Bu yo'lganmi bilmadim. Mayli.